Assalomu alaykum bo'lajak youtuberlar. Hozir sizlar bilan o'tgan darsligimizda YouTube Gmail ochish darsligini o'tgandik. Endi biza hozir YouTube ga kirib olib, ichki nastroykasini, ichki prevyularini qanaqa qilib sozlab, qanaqa qilib to'g'ri nastroyka qilishni o'rgataman. Buning uchun bizaga YouTube приложениесі kerak bo'ladi. Hop, bunga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin, hop, xuddi shunaqa oyna ochiladi YouTube ga kirganimizdan keyin. Hop, endi bu yog'iga YouTube saytimizga kirib olamiz. Bu bizani YouTube saytimiz bo'ladi. Endi biza buni ichiga kirib olib, hop, endi o'zimiz xohlagan nom beramiz. Misol, men shu nomni qoldirdim, chunki men bu nom bilan ish qilamiz. Endi YouTube ga rasm qo'yganimizda o'zimizga xohlagan variantda bolalarni jalb qiladigan rasm qo'yishimiz kerak. Hozir biz endi nima qilamiz? Bu yoqqa mana bu save profil tugmasini bosib olamiz. Ko'rdinglarmi? Bosganimizdan keyin mana YouTube bizga o'sha chiroyli rasmini qilib berdi. Endi biza YouTube channelni bosib olishimiz kerak. Hop, mana endi bizga YouTube ochildi, mana. YouTube kanalimiz ochildi. Endi mana ko'rdinglarmi? Chiroyli rasm chiqarib berdi. Endi biz buni ichiga kirib olamiz. Qalamchaga bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga preview kerak. Misol, hammani har xil yo'nalishi bo'ladi. Hop, biz foto studiyaga kirib olamiz. Ko'rdinglarmi? Mana bu foto studiyaga, bunisiga emas deb bunisiga kirib olamiz. Hop, kirib olganimizdan keyin bizga mana shu bannerimizga o'zimizga xohlagan rangli rasmlarni olib qo'yib olamiz. Mana qo'yganimizdan keyin save tugmasini bosib olamiz. Mana YouTube ga rasmimiz qo'yildi. Ko'rdinglarmi? Mana har xil chiroyli rangli qo'ydik. Qancha chiroyli video qo'yib, qancha chiroyli nom bilan qilsanglar, tezroq sizlarni YouTube rekomendatsiyaga chiqarib boradi. Mana shu bilan darsligimiz tugadi. Bugungi darsligimiz YouTube ichki nastroykasi bo'ladi. Mana shu nastroykasidan chiroyli foto suratlari va bannerimizni qilib oldik. Ko'rdinglarmi? Hammaga har xil rasm qo'yib, banner qo'yib, yozib chiroyli sozlab oladi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.